Bugün biz sizlar bilan Dongfeng 18 ning elektrikasi haqida gaplashib o'tamiz. Akalar, avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan 26 reyslarning pozitsiyasi hisoblanadi. Ko'pchilik qayerdan farqlayman desa, eng yaqqol dalil bu diskalar 21 diska va bunaqa yulduzchali bo'ladi. Maxlarda esa qalpoqli bo'ladi. Ko'pchilik biladi deb o'ylayman. Oldi faralari, polni dizaynlari polностью yonadi, lekin mana bu logotiflar Maxlarda yonadi, bu ultra pozitsiyalarda уже yonmaydi. Ya'ni reyslarning pozitsiyalarida bular yonmaydi. Oldida 6 tagina patroniklar bor, orqada ham 6 dona patroniklar bor. Narxini boshida aytib qo'yaylik. Narxi bu elektrichkamiz narxi $34,500 har qissalar bo'ladi. 610 kilometrlik 25-26 reyslarning varianti. Avtomobilimizda 160 gradusdan tashqari 540 gradusdan qo'shimcha jihozlangan. Bu yerda IPLUS vidallik qilingan, ya'ni mashinani полностью ichki holatda kameralari bor. Avtomobilimizda o'zi Xitoydan zavodskiy holatda elektronik, ya'ni Li9, Li7 larga o'xshash paroglar bilan jihozlangan holda kelgan. Mana ko'rishlaringiz o'zi avtomatik eshik opsiyalar o'zi yopiladi. Eshik jinni ochilishiga o'zi avtomatik ochiladi. Juda ko'pchilik aytishi mumkin, bu odam ko'taradi, обязательно menga o'xshaganlarni yana 2 donasini bemalol ko'taraman. Ko'ryapsizlar, real holatda sakrab beryapman. Endi buni ustiga chiqib turib, sirpanch uchmaslaru bemalol ko'taradi. 3-4 kishi faqat chiqib joylashish uchun asosan bu. Komfort bo'lishligi uchun. Buni ustiga chiqib, yana anaqa sakrab, 10 kishilar turib yurmaydi. Bu xato narsa, avtomobilga parokdan nagruska kelishi mumkin. O'zlari avtomobillar saqlaylar deganda. Avtomobilimizda ustiga zaryadchik hamma narsalar bor. Orqa ko'rinishlari, orqa dizaynlarni ko'rish mumkin. Juda ko'pchilikka oilaviy holati juda yoqayotgan narsa. Bu Epay 018 holati qolyapti. Bu xitoycha yozuv to'g'risida nima anglatadi bilmayman. Lekin juda ko'pchilik shuni chiqarib olyapti. Orqalarda kameralar bor, bitta, ikkita, patroniklar ham 6 dona orqada ham bor. Orqa bagajliklar ham обязательно elektronik qilingan. Avtomobilimiz 82 kilovatlik batarka sig'imiga ega va ot kuchi 272 tani tashkil qiladi. Mana bundan aytmoqchiman. Poliglari bor ekan, zaryadchiklari bor. Bu albatta 6 kishilik. Orqada ham o'rindiqlari bor. Buni ko'rishlar. O'zini ko'pchilik olib kelyapti. Bu Dongfeng 018 da bu original va zaryadchining logotipi bo'ladi. Buni ham bilib olsanglar bo'ladi. Mana 7 kilovatlargacha yozilgan. 4-8 tasi shunaqa, ya'ni elektr holatda yaxshi. Bu yerda ham logotipi bo'ladi. Shu logotipni tekshirib oladi va albatta bu Dongfeng 018 elektrichkalarida ichidan NFC kartasi chiqadi. NFC kartasi bor ekan, shuni ham inobatga olinglar. İçinde NFC kartasi bor. Buradan to'xtamiz. Qo'llar qo'shib berilgan, ichida qo'shib beramiz. Narxini aytib o'tdim, 34,500. Buni 2026. Xuddi shu mashina 2026, prosta yili 2026 kelyapti. Narxi $1000 qimmat. 15 kun ham yetib keladi. Ya'ni narxi $35,500 ga aksiyalar bo'ladi. Bron aksiyalar ham bo'laveradi bemalol. Bronga $200 harakatga beryapti. 35,300, 5200 shunaqa atrofida qilib beryapti. Oldindan $500, $200 zaklab berib qo'yganlar uchun. Qoraga qora, qora garajli, oqqa qora va oq garajlilari yo'lda kelayotganlar bor. Ichiga o'tamiz. Bundan oldingi pozitsiyasida pardalarni ko'tarib tortib qo'ysalar bo'lardi. Bunda u narsa olib tashalgan. O'zi zavodskiy oynalar qalingina va qoraytirilgan holatda kelyapti. Xolodilnik juda ko'pchilik oldin narsa moda bo'ldi. Maxda mana bunday yurib kelardi bemalol. Lekin u 3-qatorga o'tish uchun va mana bu joyda ko'p noqulaylik keltirganligi uchun xolodilnik bu holatda, ya'ni Li9, Li7 larga va boshqa zikr avtomobillarga o'xshagan holatda shu holatda chiqarilib qo'yildi. Orqada ham ikkisidinada abdufabagriff massaj bor. Atamanki, lekin faqat bunda. Chunki bu kapitan sidina. Agar buni kapitan sidina qilsa, oldidagi shoferga anchagina xalaqit beradi. Bu bunday mushuksan shunaqa qilsa ochilardi. Hozir
Mashinamiz o'chik, chunki mashinani yaqqanimiz yo'q. Panorama ochiladi, bu ham, bu ham ochiladi. Bu elektron ochiladi. Oldidagisi esa mana ko'rishingiz mumkin, urushli holatda ochiladi, lekin lyuklari ochilmaydi. O'zbekistonga bilasizlar, lyuklari ochilsa juda ham qiziq bo'lib, yana ham tren kechib ketadi. Lyuklari ochilgandan keldi deb e'lon bersam nasib qiladi 09:08da. Lekin elektron hozirgi kunda 2 donami ushlab qoldi. 18-19 ekan edi, juda ham tez sotilib ketdi. Eng qizig'i, juda ko'pchilik 2025-yil elektrlarda 2-oy, 3-oy olib kelyapti, lekin bizda ko'rdingizmi? Ishlashdan ko'rdingizmi? Ko'rinayotgan 11-oy, mana ko'rishingiz mumkin. 2025-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan. Oldiladi. Anchaga bular qulay. Bemalol ketasizlar, sayohatga, boshqa joylarga borsanglar, bemalol bo'laveradi. Avtomobilimizni bu oynalar yo'ldan bu yoqqa teshamaydi. Ya'ni Depal S07 yoki S03larga o'xshab. Lekin polnosti rusifikatsiyalari ba'zi holatda kuchli, ba'zida polnosti qilib qo'yilgan ekan. Karta, Yandex, muzika, navigator, YouTube, Google, yana karta bor, mana YouTube, Apple Car bor, Yandex browser, yana YouTube, nima kerak bo'lsa hamma narsa polnosti ruscha qilingan 360 kameralar. Mana 3D holatda ishlaydi deb sizlarga aytdim, mana polnosti ko'p, mana 3D holatda bemalol ko'rinadi. Bu ikkisi. Qoldi mana ko'rsanglar bo'ladi. Endi ko'pchilik bu avtomobilda quplanib qolyapti, u bo'lib qolyapti, bu qolyapti, orqa eshik ochilmay qolyapti deb juda ko'pchilik aytayapti. Agar mana oddiy pastdan tushib tepadan turgan holatda tepadan pastga shunday tushirasizlar ekranda. Mana bu digital rejim, shu bitta yozib qo'ysalar, обязательно mashina qayerdan o'chirib yaxshisi bilmayotgan bo'lsalar, shuni aytib o'tyapman. Shu yerdan bemalol naqshlar bakovoy rejimlarni ham shu yerdan bemalol o'zgartirasizlar. Sport, eko, normal rejimga mana shu joydan bitta tushirsalar, eng oson yo'li tepadan tepasi tushirsalar, 3 dona knopka orqali bemalol tugmachani bosmagan holatda bemalol bosib o'zgartirsalar bo'ladi. Avtomobilimiz hozir eko rejimda. Oldin endi rul qisilgan bitta o'tirib ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Lekin logotipi hozirda tushlik. Haroga o'zi chiqsa-chi, abishni bo'larkan. Narsaga qulaylik ketdi. Hozir yasama parollar ham bor, hozir uni 200 dollar, 100 dollar qo'yapti, qatirib qo'yadi, oldik, prosta takka. Voh, mashinamiz kaltini aytibdi. Tushib yaqinlashga, atigi mana 12 kilometr yurgan, 62% zaryadi bor, 378 kilometr. Endi 12 kilometr yurgan, yana bu nima yerda mo'kka chiqishi mumkin, zarga qo'yishi mumkin. Lekin test tarafga mashinalar berilmaydi, chunki bu mashina yangi. O'zlari ham ko'pchilik kelyapti, test tarafga so'rayapti. Agar test tarafga qilib berishimiz mumkin, lekin qiyin bo'lyapti. Chunki hamma kelgan odam yangi mashina xohlayapti, siz ham boshqa ham ular test tarafdagi mashina ekan-ku deb naqsh tushib ketib qolyapti. Odamlar xohlamayapti. Shuning uchun iloji boricha sotib olmoqchi bo'lgan mashinalarga zakaz berib turib, keyin test taraf qilishini tavsiya qilaman, chunki bozor holatidan juda ko'p avariyalar bo'lyapti. Ehtiyot shartda aytib o'tyapman. Avtomobilimizni xarid qilish uchun pastki raqamlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Avtomobillarimiz hozir 2025-yil 26 reyslarning elektrimiz 2 dona qoldi sotuvda. 26larimiz yo'lda kelayotganlar bor, ular ham elektronik parollardan keladi. Aytib o'tganimizda pastki raqamlarga murojaat qilib, biz sizlarni kutib qolamiz. Kelinglar, ko'ringlar.